fermasi bor akalarimiz uchun yoki yem do'koni bor akalarimiz uchun maxsus Monster drabilkalarni olib kelib qo'yganmiz. Bizda bu drabilkalarning ikki xil variantlari bor. 7,5 kW hamda 15 kWlik bahaybatlaridan bor. Bu drabilkalarimiz mana kattasi mana soatiga 1 tonna 200 dan 1 tonna 700 gacha bo'lgan don hamda hashak mahsulotlarini bemalol maydalab beradi. 7,5 kWligimiz 800 kilodan 1 tonna 200 gacha bo'lgan mahsulotlarni bemalol maydalab beradi. Kichkinarog'ini xohlaganlar uchun kichkinasini ham olib kelib qo'yganmiz. Ko'rishinglar mumkin, bu drabilkamizning komplektida ikki xil setkasi bo'ladi. Donlarni kepay holatga keltirish uchun setkasi, bu yerda o'tlar uchun maxsus setkalari bo'ladi. Drabilkamizni mana motorlarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Motorlari shunaqangi bahaybat bo'ladi. 15 kWlik 3 faza tokka ishlaydi. Birkasida mana drabilkamizning og'irligi 245 kg bo'ladi. Modeli 40/35 bo'ladi. 3400 оборот 2026-yil 6-oyda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Mahsulotlarimiz juda ham yangi, Agrimax brendi ostida kirib kelgan. Sizlarga ham shunday drabilkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Respublika bo'ylab yetkazib beramiz.